tabobat ilmini sultoni, faxr bilan aytamiz, hamyurtimiz Abu Ali ibn Sino Qonun fi tib asarida bilasizmi, hatto limon haqida ma'lumot bergan. Bundan 1000 yil avval yashab o'tgan bobo kalonimiz mana limonni foydalari haqida nima deyapti? Isitmaga qarshi kurashda yordam berar ekan. Ya'ni limonning shirasi isitmani tushirar ekan. Hazmga foydaligini aytib o'tgan, ya'ni hazmni osonlashtirishi, ovqatdan keyingi og'riqlarni kamaytirar ekan. Yurakni mustahkamlaydi. Dam olishga yordam beradi. Qonni tozalashda eng yaxshi vosita ekanini ta'kidlab o'tgan. Biz bekorga Abu Ali ibn Sino bobomizni eslab qolganimiz yo'q. Sababi biz Buxoro viloyati Peshku tumani Ibn Sino qishlog'idamiz. Ya'ni Ibn Sino bobomiz mana shu qishloqda tavallud topgan, voyaga yetgan, kamolga yetgan. Qarangki, uni izdoshlari, uni ham qishloqlari u kishini deylik o'gitlariga amal qilib, mana shunday foydali bo'lgan ne'matni yetishtirishyapti. Ko'rib turibsiz, meni yonimda 2 tup limon ko'chati, mana shu yerda hozir 200 kilogramm hosil bor. Bu degani bugungi bozor narxi bilan 8 million so'm pul turibdi. Ishonavering, sababi har birida 100 kilogrammdan hosil bor. Bu yerda esa yuzlab limon ko'chatlari bor. Biz bugun mana shu yerda limonchilik ilmini hadisini olgan inson bilan suhbat qilamiz. Sizga aynan limondan olinadigan daromadni raqamlarda ko'rsatamiz. Meni yonimda hozir mana shu siz ko'rib turgan ajoyib limonzorning egasi Zavqiddin aka turibdi. Zavqiddin aka, biz limon haqida juda ko'p ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz, lekin bu yerda o'ziga xosligi bor. Chunki bu yerda juda katta maktab bor, ilmi bor. Shuning uchun sizni tajribangizni o'rganish, birovlarga ko'rsatish uchun kelganmiz. Bizga aytib bering endi, mana shu limonchilikning tarixi qayerdan boshlangan? Mana sizda hozir katta-katta ko'chatlar, ancha yillar bo'lganda bunga. Bu ishni biz 2017-yil limon ko'chatni ekkanmiz. Shu yerga 2017-yildan beri shug'ullanib kelamiz shu limon bilan. Mevalari yaxshi, sifatli, kasal tushmaydi bunga ko'p ozuqa talab qilmaydi, ko'p mehnat talab qilmaydi. 2-3 marta o'g'itlaymiz. O'zi nima sabab bo'lib boshlagansiz bu ishni? Bu ishni o'zi biz boshlashimizdan maqsad qiziqqan biz shu narsaga, kasalchilik bilan, davlena bilan, qon bosimi onamga bor edi. Shu bilan boshlangan bizga bu narsa. O'zingiz uchun yetishtirish uchun boshlangan. O'zimiz uchun yetishtirish uchun boshlangan bu narsa. Keyin biznesga aylanib ketdi. Keyin shundan keyin biznesga aylanib, daromadi yaxshi, kattalashtirdik issiqxonamizni. 1 gektarga yaqin issiqxonamiz bor. Hosil olib kelib turibmiz. Mana shu daraxtimiz. Bu hosilni qarang. Mana bu daraxtimiz 7 yil, 8 yillik daraxt mana shu. Shu 2017-yilda ekilgan. 2017-yilga ekilgan daraxtlar mana shular. Necha kilo limon bor mana shunda hozir? 100 kilo, 120 kilo limoni bor mana shu daraxtimizda. Keling bir hisob-kitob qilib ko'raylik. Bitta limon ko'chati necha yilda hosilga kiradi? Qancha deylik daromad berib boshlaydi? Necha yildan keyin buni ta'mini, daromadini his qilib boshlaymiz? Bitta limon ko'chatimiz, yosh ko'chatimiz hozir 25-30 ming so'm. Bir dona limonimiz 40-45 ming so'm. 1 kilo limonimiz, 1 kilo limonni narxiga bitta ko'chat olingan vaqtga ham 2-yil, 3-yil yaxshi hosilga kirib ketadi ko'chatimiz. Yildan yil hosildorlik oshib boraveradi. Bu narsaga issiqlik shart emas. Gaz yoqish, ko'mir yoqish, o'tin shart emas. 3 qavat selofan bilan olib chiqamiz shuni. Demak, mana to'liq balog'atga yetgan limon ko'chati 100 kilo hosil bergan taqdirda ham bittasi. Keling 40 ming hisoblamaylik, 20 ming hisoblaganimizda ham bitta ko'chatdan qancha daromad olamiz? 2,5-3 million so'mgacha daromad olish mumkin mana shunday katta ko'chatimizdan. Mehnati ko'p emas buni. Masalan, 10 sotiq maydonda nechta limon ko'chati parvarish qilish mumkin? 10 sotiq issiqxonaga 100 dona, 110 dona limon ko'chat qurishi mumkin. Mana limonlar oralig'i necha metr bo'lishi kerak o'zi? 2,5-3 metr bo'lishi kerak. Demak, 10 sotiqga 100 ta ko'chat ekkan taqdirimizda ham 100 kilodan hosil bersa ham 10 tonna bo'lib ketyapti. 10 tonna bo'lib ketyapti. 30 mingdan sotsak ham 300 million. 300 million daromad bo'lyapti 10 sotiqdan. Biroz kutishimiz kerak ekan. Bu voyaga yetguncha orasiga buni pomidor, bodring ekiladi. 1 yil, 2 yil ekib boriladi. Endi qarang Zavqiddin aka, mana mavsum paytida, hosil terilgan paytda limon narxi qancha tushib ketadi? Ha, tushgani bilan endi bu 25-30 ming so'mdan pastga tushmaydi. Saqlab sotgan yaxshi ekanda, demak, a? Saqlab sotgan yaxshi, o'zimizga joyimiz Sizda bormi sharoit? Bor, sharoitimiz bor hammasi. Uzib olib borib saqlaymiz. Boshqa joylarga misol uchun ko'chat yetishtiramiz o'zimiz, ko'chatxonalarimiz bor.
Uyda qo'shni viloyatlarga tadbirkorlik qilaman deganlarga yordamlashib ko'chat o'tkazib beramiz. Shuni olib borib o'zimiz xabardor bo'lib turibmiz. O'zi qarang, limon qachon pishadi? Hozir bu yerda mana qarang, daraxtda turibdi-da. Limonimiz endi oktyabrda 15 dan keyin pishishni boshlaydi. To qishga qadar. To qishga qadar endi oktyabr bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar oylarigacha daraxtga turadi limonimiz. Siz buni namuna uchun olib qo'yganmisiz bu daraxtlarni? Bu daraxtlarimiz endi kelib ketadigan, qiziqadigan odamlar bor, so'raydi kelib, ko'chatga kelgan vaqtiga ko'rsak bo'ladimi hosilini? Ana shu paytga olib kelib ko'rsatamiz, mana shunday hosili bor mana. Mana qarang qanday chiroyli. Bu nima navi? Ana Meyer degan navi emasmi bu? Bu Toshkent navi bu. Navam o'zimizniki. Navam o'zimizniki. Qarang, hozir siz 2017-yilda ekilgan deyapsiz-da, men ham bir yil limon ko'chat ekdim-da, lekin sovug'ib ketdi-da. Bexato bo'lib olganda, buni qanday qilib erishgansiz bunga? Ozgina mehnat qilamiz, mehnat qilish ham misol uchun mana 3 qavat selofan qilamiz, mahalliy o'g'it beramiz qish kuniga. Mana limon ko'chatini sovuq olmasligi uchun necha gradus ta'minlab bera olish kerak? Plus 3 gradus bo'lsa yaxshi limon o'zgaradi. Hosildorligi ham o'shadi. Minusga tushirmasa bo'ldi. Limonning o'zi minus 3, 4 ga ham turadi. Sovuq ta'sir qilmaydi. Plus 3 ga turgan limon hosildorligi yaxshi bo'ladi. Yo, masalan, ko'chatni o'zini saqlab qolish haqida. Masalan, deylik, o'tgan yillarda minus 20 gradus sovuq bo'ldi-da mamlakatimizda. Mana ko'chatni o'zini sog'urib ketmasligi uchun nimadir yoqdingizmi buning ichida? Qo'shimcha pechkalarimiz bor. Mana shu pechkalardan foydalanamiz, o'tinxonalardan. Lekin uni ham har doim emas. Har doim emas, ana shu minus 15, 16 ga tushdi-ku sovuqlik, shunga foydalanamiz. O'shangacha issiqxonamiz ichi normal turadi. Yana bitta savol qiziqtiryaptiki meni. Mana sizda juda kattalashib ketganda bu biznes. Hosil ko'p. Mana bittasi mana o'zimiz tirik guvohmiz mana. Mana bu limonning hosilini qarang. Haqiqatan ham 100 kilo bor-da. Buncha mevani qayerda sotasiz keyin? Bu hosilni olib ketadi kelib bizdan ham. Eksport qilamiz. Rossiya olib ketadi, qo'shni viloyatlarga olib ketishadi. Biz hosil qancha ko'p bo'lsa shuncha uspet qilmaymiz jo'natib. Talab ko'p o'zimizga. Ya'ni turib qolib ketmaydi. Turib o'zimizga qolib ketmaydi limon. Talab ko'p limonimizga. Qarang, haqiqatan ham mana biz boshqa bir ekin turini ekadigan bo'lsak, unga isitish kerak-da. Atapleniya qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Bu zo'r ekanda. Bu yaxshi, kam xarajat bu. Mavsum boshidan 2-3 marta dorilansa, shu narsa bo'ladi. Tamam, mana shunday hosilga kiradi daraxt. Masalan, qilmoqchi bo'lgan odamlarga nima tavsiya berasiz? Limonchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan odamlarga. Limonchilik bilan shug'ullanadigan odamlarga yordam beramiz. Nimalarga e'tibor qilish kerak? Birinchi ko'chatga e'tibor qilish kerakmi? Birinchi yerga e'tibor qilish kerak. Yer qanaqa bo'lishi kerak? Yer sho'r bo'lmasligi kerak. Buxoroning yeri sho'rku. Yo'q, bizga endi sho'rlik yuqori bo'lgan bilan bizga chilla suv degan narsa bor, qishki suv. Ana shu qishki suvlardan sug'oramiz yerlarni. Ana undan keyin yer yetilgandan keyin ekishni boshlaymiz ko'chatni. Demak, sho'r yerga bo'lmaydimi limon? Sho'r yerga ham qilib turibmiz. Mana shu yer misol mana suv ichgan emas, mana shu yuqori mana shu yer. Lekin hosili mana shunda 100 kilodan ziyod hosil berib turibdi. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Ko'chatni naviga e'tibor qilish kerak. Ko'chatni naviga e'tibor qilish kerak. Qanaqasini osiga olgani ma'qul? Endi hozirgi kunga mana shunday limonimiz po'chog'i yupqa, chiroyli, sifatli limon bo'lishi uchun Toshkent navi limonini tavsiya qilamiz. Qarang, o'rta yillarda biz faqat xorijdan ham ko'chat olib keldik-da. Turkiyadan yoki boshqa davlatlardan. Qanchalik o'zini oqladi o'sha? Mevasini uni po'chog'i qalin bo'ladi. Ichidagi ussam maylimi? Bemalol. Demak, mana bu qanday chiroyli limonda. Po'sti ham yuqa. Po'sti ham yupqa. Bu o'zimizning limonlarning tarkibiga shakari bor. 1% shakar bor. Aholiga yegandan apti mujmayib ketmasa kerak-a, ya'ni. Ha, endi bir ko'ramizmi? Demak, bu shirin limon, ha? Shirin Toshkent navi limonimizning tarkibiga shakar. O'zimizning bozorlarga ham, o'zimizning ekilgan limonlarga talab yuqori. Yana nima? Mana yerga, ko'chatga, agrotexnikasiga qanchalik e'tibor qilish kerak? Kasallari bormi buni? Buni kasallari birinchi yil qurib, 2 yil, 3 yil biz o'zimiz qarab beramiz. O'g'itlarga qarab beramiz, shakllashtirishga yordamlashamiz. Kasal tutsa borib ko'rib beramiz. U shakl berish degan nima degani u? Endi shakl berishi bu limonni mana bular hozir hosiltana. Hosiltana. Hosil solmaydigan novdalari ham bor. Erkak novda. Qarang, buni gullaganda ham guli to'kilib ketmasligi uchun qanaqadir ehtiyot bo'lish kerak-a, temperaturada. Temperaturada ehtiyot bo'lish kerak. Ana selofanimizni olganmiz mana 4 tortib qo'yamiz qora setga. Hozir gullaydigan mavsummi? Hozir gullaydigan mavsum hozirgi paytda. Shu gul to'qivardi degan gaplarni eshitaman-da. Bo'lib turadi bunaqa ham. Endi bu ham o'ziga keraklik, o'zini nimasiga qarab hosilini ushlab qoladi, lekin o'sha hosilini ko'p to'kib yubormasligi uchun tagiga ishlov berish kerak. Mana shu bitta limon ko'chat sizga necha yil xizmat qilib beradi? Necha yil mana shunday 100 kilolik hosil bera oladi? Bu ko'chatga qarasangiz, bu ko'chatning umri uzoq.
Bu ko'chatda meni ko'chatim 20 yil hosil berdi, to'xtadi, 30 yil hosil berdi, to'xtadi degan gap bo'lgan emas-da. Demak, ko'p yillik ekan. Ko'p yillik ko'chat bu. Bu ham qulay ekanda. Masalan, deylik, issiqxonani ichidan yig'ishtir, yana ek. Yo'q, bu serdaromadlik, kam xarajatlik nima? Nimaga odamlarimiz ko'p qilishmaydi? Bizda o'zi ko'paygan. Biz shu yilda o'ziga 2025-yilga Xorazm viloyati, Qoraqalpoq viloyatiga yetishtirib berdik, gektarlab qilib berdik ularga ham. Qashqadaryo, Samarqand viloyatlariga yetkazib berdik ko'chat. Zo'r. Men Buxoroda mana shunday katta limonchilik maktabi borligini eshitgan edim. Mana ko'rish ham nasib qildi bizga. Nima rejalar bor yana? Rejalarimiz shu limonchilikni yana rivojlantirmoqchi biz. Mana shu limonni quritib saqlamoqchi biz buni. Eksport qilmoqchi biz shuni. U qanaqa bo'ladi u? Bu ana hozir tog'amni o'zi delegatsiya bo'lib Xitoy davlatiga ketganlar. Shu ish bilan nasib bo'lsa ana shuni saqlashdi, hammasini o'zimiz uyda she'ra sharoit qilmoqchi biz. Unda asl limonda ta'mi saqlanadimi unda? Xuddi shunday turadi, sifat buzilmaydi. Mana ish o'rni yaratish masalasi qanaqa? Sizda odamlar ham ishlashadimi? 12 dona odam har kun ishlaydi bizda. Ularga oylik to'laysiz. Kunlik to'laymiz ularga. Kunligini kunlik olib ketadi. Yaxshi, zo'r. Men mana ko'rib turibman, mana tomoshabinlarimiz ham ko'rib turibdi. Namuna uchun qoldirilgan bular. Haqiqatdan bir mo'jiza-da bu. Ya'ni shoxini ko'tara olmay turibdi. Mana shu bizni ko'rib turgan tomoshabinda hozir qiziqish uyg'onish tabiiy-da. Endi daromadni aytib turibmiz. 10 sotix maydondan 300 million daromad qilyapmiz, deyapmiz. Bu faqat og'izdami yoki amalda ham qilsa bo'ladi? Amalga ham qilsa bo'ladi. Qilib turibdi. Qo'shni mahalladagilar hammasi yetishtirib turibdi. Borib o'rgatib turibmiz bilganimizcha. Endi qilmoqchi bo'lganlarga nima deysiz? Endi qilmoqchi bo'lganlar qilsin, foydalansin. Mehnati kam, xarajati yo'q. Biz endi mehnatni ko'p suymaydigan odamlarmiz. Bor. Demak, bunda juda ko'p mashaqqat yo'q. Mashaqqat, mehnat ko'p emas buni. Qarang, Zavqiddin aka. Biz Agrobank bilan hamkorlikda amalga oshiryapmiz bu loyihani. Mening tomorqam dasturi. Bizda bir yaxshi odat bor. Mana shunday sizga o'xshab insonlarga naf tegayotgan, o'zini ro'zg'orini obod qilayotgan insonlarga sovg'amiz bor. Yana takror aytaman, Agrobank qishloq xo'jaligini ilm orqali taraqqiy ettirishga o'zini hissasini qo'shishga juda qattiq bel bog'lagan. Mana Agrobooks loyihasi bor. Bu yerda mana 40 ga yaqin kitoblar bor. Mana shu o'simliklarning himoyasi, parvarish bilan bog'liq hamma ma'lumotlar bor. Bilaman, o'zi sizni ilmingizni biz bu kitoblarga joy qilishimiz kerak. Chunki kitobdan ko'ra amalda qilgan odam siz, mana ko'rib turibmiz. Ya'ni kitobga kiradigan ishlar bularda hammasi. Lekin shunday bo'lsa-da, ilmda hech qachon ortiqchasi bo'lmaydi. Mana qarang, hatto mana shuni ichida mana birinchi turgan ekan. Sitrus o'simligini zararli organizmlarga qarshi kurashish haqida mana kitob bor. Qarang. Vaqt topsangiz albatta o'qib chiqasiz, yaqinlarga berasiz va boshqa o'simliklarning ham parvarishi bilan bog'liq ma'lumotlar mana shu kitoblarimizda jamlangan. Bu bizdan sizga sovg'a. Xo'p, rahmat. Bu esa sizdan bizga sovg'a. Choy qilib ichib ko'ramiz, o'zini yeb ko'ramiz. Shakari bor deb bizni qiziqtirib qo'ydingiz. Bor, tarkibida shakar bor. Ko'pchiligimiz limon va million so'zini bir-biriga o'xshash ekanini hazilomuz tarzda aytib yuramiz. Lekin bugungi suhbatimizdan angladingizki, limonlar millionga aylanishi muqarrar. Zavqiddin aka, bu mana bu bog'ingizda, ya'ni bu issiqxonangizda mana bunday katta bir bolakayni boshida ekiladigan limonlar turibdi-da. Bu yeyiladigan limonlar bu qanaqa nav bu, qanaqa sort? Men hech bunaqasini ko'rmagan ekanman. Buni qarang kattaligini. Bu limonimiz mana bu limonimiz navl, yubileyni nav deyiladi. Bu har bir issiqxonaga bundan bir tub, ikki tub ekish kerak bundan. Bu o'zimizning limonlarga changlashiga foydasi yaxshi tegadi. Limonimiz mayda emas, katta sifatli bo'lib changlanadi. Mana bu bo'lsa agar issiqxonaning ichida. Ya'ni boshqa limonlarni changlatish uchun foydalaniladi. Changlatish uchun foydalanadi. Buni zof kasalligiga ham foydasi yaxshi. Zof, ya'ni bo'qoq kasalligiga. Mana shu kasallikka foydasi yaxshi buni. Bekorga biz Ibn Sino bobomizni bu qishloqda tug'ilgan demadik-da. Shunday. Siz ham endi vorisisiz, mana bilasiz. Juda qiziq ekan, qarang, katta-da bu. Bu iste'mol uchun, sanoat uchun nima uchun ishlatiladi bu? Bu endi asosan changlash uchun ishlatiladi. Asosan changlatish uchun issiqxonalarga bir tub, ikki tub ekiladi. Demak, har bir issiqxona qilayotgan inson albatta bundan ekish kerak. Ekish kerak, sifatli limon bo'lishi uchun. Hosildor limon bo'lishi uchun. Hosildor, sifatli bo'lishi uchun gulni daraxt ushlab turishiga ham foydasi yaxshi tegadi, to'kib yormaydi. Ana sizga ilm, ana sizga limon. Ichida limoni bormi buni? Ichida nimasi, mag'izi bormi? Bor. Buni kislotasi past.
O'zimizning limonning kislotasi yuqori. Buni hamma limonchilar biladimi mana shu qoida borligini? Yo, biz endi ko'chat ekkan nimamizga tavsiya qilamiz bu narsani. Ko'chatga keladi, biz tushuntirib o'tamiz. Yubileyni navimizdan quriladi, changlashga foydasi tegadi. Mandarin, apelsin ko'chat quriladi ichiga, u limonimizni to'q sariq bo'lishiga foydasi tegadi changlangan paytida. Qarang, ya'ni rangiga ta'sir bo'ladimi? Mandarin apelsinning ta'siri bo'ladi. Changlab rangini to'q sariq qizil bo'lib, qizil qilib chiroyli limon bo'ladi. Qarang, biri hosildorligiga, biri bu rangiga. Buni turgan bitgani ilm ekanda. Agar shularni bilmoqchi bo'lsangiz, keling mana shu qishloqqa, Ibn Sino qishlog'iga, Peshkuga. Limon daraxtda turibdi. Zavqiddin aka hozir aytib o'tdi, kelganlarga ko'rsatish uchun, hosil mana bunaqa bo'ladi deyish uchun bu jonli, tirik misol sifatida saqlanyapti. Hozirgi suhbatimizda eshitdingiz va hisob-kitob qilib ko'rdikki, 10 sotix maydonda qancha daromad qilish mumkin limondan? Ya'ni 10 sotix maydondan, ya'ni 100 ta ko'chat ekib 300 million, 400 million daromad qilish mumkin. Biz bilamiz, sizning xonadoningizda aynan 10 sotix yer bor aksariyatingizda. O'ylab o'tirmasdan bugunoq limon eking, biz sizga uni tajribalarini albatta o'rgatamiz. Agrobankning Mening Tomarqam loyihasiga murojaat qilasiz. Biz esa uni ilmini chuqur egallagan insonlar bilan sizni bog'lab qo'yamiz va bu tajribani sizga o'rgatishga harakat qilamiz. Maqsadimiz esa sizning boy bo'lishingiz.